Ichki ishlar xodimini urgan haydovchi qamoqqa olindimi? Unga nima bo'ldi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Shu va shunga o'xshash boshqa xabarlarning tezroq rivojlanishi uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ichki ishlar xodimini urgan haydovchi qamoqqa olindi, deya xabar beradi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatida. Ichki ishlar tizimida mas'ul lavozimda ishlagan Sherzod Pardayev lavozimidan ozod etildi. Uning ukasi bilan bog'liq holatga aralashgani o'z xizmat vakolatlaridan noto'g'ri foydalanish sifatida baholandi. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi vaziri o'rinbosari Diyorbek Sattorov rahbarligida tanqidiy yig'ilish o'tkazildi. Bu haqda vazirlik axborot xizmati xabar beradi. Yig'ilishda ayrim xabar xodimlarining xizmat majburiyatlarini bajarishga nisbatan loqayd munosabati tanqidga olingan. Xususan, Sirdaryo viloyati IIB rahbar xodimi va unga yaqin qarindosh ishtirokidagi holat mast haydovchining ichki ishlar xodimini urish va yonidagi polkovnik akasi bunga aralashishi voqeasi keskin muhokama qilingan. Bu xizmat vakolatining suiiste'mol qilish, mansab, mavqedan shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanish ehtimolini ko'rsatuvchi salbiy holat sifatida baholangan. Ma'lum qilinishicha, huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan podpolkovnik Sherzod Pardayev vazirlikning tegishli buyrug'i bilan lavozimidan ozod etilgan. Yig'ilish yakunida mavjud kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish, xizmat intizomini mustahkamlash hamda qonuniylikni ta'minlash bo'yicha rahbar xodimlarga aniq ko'rsatmalar berilgan. Xodimga tushirilgan musht voqeasi. Holat 30-mart kuni tungi vaqtda Yashnobod tumanida sodir bo'lgandi. Malibu va Libmotor mashinalari o'zaro to'qnashib ketgach, haydovchilar o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. So'ngra Libmotor haydovchisi 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, davlat raqam belgisiga ega bo'lmagan Malibu haydovchisi avariya sodir etib, unga nisbatan qo'pollik qilayotganini xabar bergan. Murojaatga asosan voqea joyiga yetib borgan yo'l-patrul xizmat xodimlari holatni rasmiylashtirishga kirishgan. Mast holatda boshqarib kelgan Malibu haydovchisi alkotester orqali tekshiruvdan o'tkazish taklif qilingan. Haydovchi esa qarshilik ko'rsatib, IIB xodimlarining biriga mast musht tushirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda haydovchi ichki ishlar xodimiga tirsagi bilan zarba bergani va uni akasi ekani aytilgan erkak vaziyatga aralashishga uringani ko'rish mumkin. Spirtli ichimlik ichgani sababli qo'l ko'tarilib ketganini aytib uzr so'ragan. Hozirda u protsessual tartibda ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Haydovchi qamoqqa olingan. Toshkent shahar sudlari axborot xizmatiga ko'ra, mast holatda mashina boshqarib ichki ishlar xodimini urgan 36 yoshli Bobur Pardayevga jinoyat ichki ishlar bo'limi Yashnobod tumani sudi ajrimi bilan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ushbu sud ajrimi Toshkent shahar sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilib, birinchi instansiya sudining ajrimi o'zgarishsiz ayblanuvchi tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyati qanoatlantirilmasdan qolgan. Shu va shunga o'xshagan yangiliklarni tezkor xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.